Millioner kabi fikrlang. Harv Eker. Boy bo'lishni istaganlar uchun moliyaviy farovonlikning 17 saboqlari. Olamshumul yangilik. 33 mamlakatda nashr qilinayotgan kitob. Sayyoraning eng boy insonlari nima haqida o'ylashlari, nimani his qilishlari va qanday yo'l tutishlari, asosiysi, boylar qatorida bo'lishda sizga nima to'siq bo'layotganligi haqida bilib olasiz. Dunyoning birinchi moliyaviy psixologi Harv Eker ongingizda qanday moliyaviy dastur borligini va bu dastur pulga bo'lgan munosabatlaringizni qanday ta'sir qilayotganini aniqlashga yordam beradi. Uning murakkab bo'lmagan qoidalarga amal qilib, siz o'zingizni daromad va yutuqlarning yanada yuqori darajasiga olib chiqasiz. Siz o'z pullaringiz bilan qay tarzda to'g'ri muomala qilishni, daromadning qanday passiv manbalari mavjudligi va murakkab foiz usulini qo'llagan holda kapitalni qanday ko'paytirishni bilib olasiz.